Xayrli kech hammaga qizlar. Bugun mana iHerb'dagi navbatdagi vitaminlar zakozi yetib keldi. Bir boshdan tanishtirib o'taman. Trivadnon kalsiy kelgan. Buni klientkalarim juda yaxshi bilishadi. Tarkibida ham kalsiy, magnit, sink, D3 si bor. Kuniga 3 mahaldan ichadi kattalar. Rosa ham zo'r, effekti ham rosa zo'r. Ayniqsa oyoqlar og'riydiganlar, umuman bo'g'imlar og'riydigan, bel og'riydiganlar, agar kalsiy yetishmovchiligidan bo'lsa, rosa zo'r ta'minlab beradi. Biotin kelgan qizlar. Biotinni ham rosa ko'pchilik so'raydi. Soch to'kilishiga 100% rezultatli narsa. Agar vitaminlar yetishmayotganidan to'kilayotgan bo'lsa sochingiz, biotin 100% ta'minlab beradi. Bu testdan o'tgan. Juda ko'p klientkalarim yaxshi odzivlar bergan biotin bo'yicha. Keyin dietskiy gammilar keldi, multivitaminlar. Juda so'raganlar ko'p edi. Tarkibida 20 dan oshiq minerallar va vitaminlar bor. Rosa ham zo'r, keyin bolalarni qiziqtiradigan mana bunaqa multik gammilardan qilingan. Bolalar yeyishga qiynalmaydi, bajonidil yeyishadi. Xo'p. Yod kelgan. Suyuq yod emas, bu tabletkali qizlar. Buni shtuchkalab olsalaring bo'ladi. Kuniga bir mahaldan ichiladi. Oilaviy olib ichsangiz ham bo'laveradi. Bilasizlar, biz dengizdan uzoqda yashayotgan davlatmiz, shuning uchun bizda yodga ehtiyoj juda ham kuchli. Shuning uchun doimiy ratsionga qo'shilsa bo'ladigan narsa o'zi asli yod. Sink kelgan. Sinkda ham rosa ko'pchilik so'raydi. Qizlar, I love shoppingda vitaminlar rosa ham arzon. Mana shu sinkda ham kamida 100 mingdan tepada ko'rasiz boshqa aptekalarda agar topa olsangiz. Juda ham qimmat sotishadi. D3 kelgan. D3 xuddi biz o'zimiz Aquadetrum qanday bo'lsa, bu amerikanskiy varianti. Bir tomchidan ovqatiga yoki sutga qo'shilib ichiladigan. Men o'zim dozasini tushuntiraman. Oladiganlar bo'lsa lichkaga yozsanglar, bular nalich sotiladigan. Xo'p, suyuq multivitamin kelgan. Bu tomchilab qo'shib beriladi ovqatiga. Eng zo'r brendlardan biri. Keyin ham 1 yoshdan boshlab bersa bo'ladigan multivitamin bu. Tarkibi juda ham boy, tarkibida hamma narsasi bor. Mana tarkibida temir ham bor. Bu degan so'z qonni ko'paytiradi degani. Xo'p, yana nimalar kelgan? Vitamin C. Vitamin C qizlar antioksidant. Bu degan so'z immunitetni ko'tarib beradi degani. Ham teringizni chiroyli bo'lishida, immunitetingizni ko'tarib berishda, ishtahalaringiz ochilishida zo'r narsa vitamin C. Buni ham kuniga bittalab ichiladigan. Bu ham nalich sotiladi. D3, D3 zakaz qilganman. Bu chaynaladigan, qizlar jvachkaga o'xshaydi, bolalar maza qilib yeydi. D3 ni har kuni bersangiz ham bo'laveradi. Bundan o'tgan safar ham kelganda qolmagan edi o'sha kuniyoq. Ta'mi shirinligi uchun ham talamash qilib olishgan. 1 yoshdan boshlab bersangiz bo'laveradi buni. Rosa ham zo'r narsa. Bu ham nalich sotiladi. Yana multivitamin bolalarga. Bu ham gammi. Chaynab yeyiladigan, lekin bu 2 yoshdan katta bo'lgan bolalarga beriladi. Bu yerda tarkibida nimalar borligi, hamma vitaminlar tarkibidagi temir, kolin, sink, hamma narsa bor qizlar. Ham bolalarning ishtahasini ochilishiga yordam beradi. Ham immunitetini ko'tarishga yordam beradi. Mana shuncha vitamin bor tarkibida. Xo'p, baliq yog'i kelgan. 120 talik. Katta idishdagisi ham bor. Alohida idishga olib sotaman. Buni butun olaman deganlar uchun mana shunaqa idishdagisini zakaz qilganman. 120 talik. Omega 3 qizlar doimiy ratsionga qo'shib ichsa bo'ladigan narsa. Doimiy ichib bersangiz bo'laveradi. Bo'lib ham 1000 dozadan yuqori bu. Yurak sog'ligiga, zreniyamizga eng muhimi, ayniqsa bolasi o'qiyotganlar bor, kursda yuradiganlar bor. Mana shu omega ichiring har doim. Chunki zreniyasini tushib ketmasligini oldini oladi. Rosa ham zo'r narsa. Bu ham nalich sotiladi. Kollagen keldi qizlar. Ajin bilan kurashayotgan qizlar uchun tavsiya qilaman qizlar. Ham kollagenli liftingli kremlar ishlatasiz yuzingizga. Faqatgina tashqi tomondan kollagen bilan yuzni ta'minlash juda ham qiyin qizlar. Birinchi o'rinda ichki tomondan ta'minlash kerak kollagenni. Chunki kollagen odamni organizmini ishlab chiqarish kerak bo'lgan moddada o'zi aslida.
uni tashqi tomondan berish qiyin. Shuning uchun mana bu kollagen tavsiya qilaman. Buni ichib turib keyin lifting bilan kurashsangiz haqiqatdan zo'r ta'sir qiladi. Rosa ham effekti zo'r. Bu ham sotiladi, narxi bilan qo'yib qo'yaman. Detskiy kalsiy keldi qizlar. Bu kalsiy chaynaladigan kalsiy. Buni klientkalarim bilishadi. Juda ko'p sotaman buni. 2 yoshdan boshlab beriladigan kalsiy. Bu chaynaladigan. Ta'mi rosa ham shirin. Keyin hayvonlar shaklida berilganligi uchun bolalar rosa ham qiziqib yeyishadi buni. Tarkibidagi kalsiy miqdori ham katta. Deyarli shakar qo'shilmagan. Butun boshli tabletka uchun, butun boshli flakon uchun 2 gram shakar ketgan xolos. Juda ham zo'r. Qizlar buni ham rosa effektini bilishgan. Klientlardan yaxshi otзывlar olganman. Bugungi vitaminlar shulardan iborat qizlar. Hammasini narxlari bilan, ta'riflari bilan qo'yib qo'yaman kanalga.